Voy, qanday bilimdon bolajonlar. Kim bugun darsga tayyor keldi? Men, kitobim, daftarim, hammasi tayyor ustoz. Agar sinfdoshing darsni tushunmasa, nima qilasan? Yordam beraman, tushuntiraman, chunki do'stlar bir-biriga ko'makchi bo'lishadi. Kim birinchi bo'lib assalomu alaykum deyish kerak? O'quvchi yoki ustoz? Albatta o'quvchi, chunki bu hurmat belgisidir. Maktabda tartibni saqlash nima uchun muhim? Chunki tartibli joyda dars ham yaxshi o'tadi, hammaga yoqimli bo'ladi. Agar sinfdoshing qalamini tushirib yuborsa, nima qilasan? Egilib olib beraman. Bu kichik, lekin katta odob. Dars payti kimning so'zi muhim? Ustozning. Shuning uchun jim turib tinglash kerak. Maktabda o'rtoqlashish kerakmi? Ha, non, qalam, daftar bo'lishgan sayin do'stlik mustahkam bo'ladi. Agar kimdir seni turtib yuborsa, nima qilasan? Avval sabr qilaman, keyin tinch gaplashaman. Sinfda tozalikka kim mas'ul? Hammamiz, sinf bizning ikkinchi uyimiz-ku. Dars vaqtida telefonga qarash to'g'rimi? Yo'q, bu e'tiborini chalg'itadi. Faqat tanaffusda bo'lishi mumkin. Kim do'stining muvaffaqiyatidan xursand bo'ladi? Men, chunki chin do'st do'stining quvonchini o'rtoqlashadi. Agar o'qituvchi seni maqtasa, nima qilasan? Minnatdorchilik bilan tabassum qilaman va yanada yaxshi o'qiyman. Sinfdoshlaring bilan qanday so'zlashish kerak? Muloyim, hurmat bilan va hech kimni xafa qilmay. Agar kimdir kulgili xato qilsa, kulish kerakmi? Yo'q, uni ranjitmaslik kerak. Aksincha, yordam berish kerak. Darsdan keyin nima qilish foydali? Darsni takrorlash, kitob o'qish yoki onamga yordam berish. O'qituvchiga rahmat deyish kerakmi? Albatta, u bizda ilm o'rgatadi. Bu eng katta yaxshilik. Kim sinfda jim o'tirishni yaxshi ko'radi? Men ustoz, chunki jimlik bilim eshigi. Agar darsda xato qilsang, nima qilasan? Xatodan uyalmasdan uni to'g'rilayman. Shunda o'rganaman. Maktabda do'stlikni saqlash uchun nima qilish kerak? Har doim samimiy, rostgo'y va mehribon bo'lish kerak. Juda ajoyib bolajonlar. Bugungi darsdan nimani o'rgandik? Ustozga hurmat, do'stlarga mehr odobning eng go'zal qismi ekan.